eng arzonida, eng arzon narxda Toyota Corolla avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, holati ideal ekan, hech qanaqa ishi, kamchiligi, defekti, bitno kraska zararlari ham yo'q ekan. Chunki 2023-yil bor yo'g'i 18000 km masofani bosib o'tgan. Firmaning diskalari turibdi. 1.2.5 turbina, yukli. Hop, holati tiniq ekan, hech qanaqa ishi yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Salonlari ham matli bo'lib turibdi. Ikkitalab pultlari turibdi. Luklar, salonlar holatini ko'rishingiz mumkin. Tinni turibdi. Hech qanaqa ishi, defekti, kamchiligi yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Start stop motor 18408 km bo'libdi. O'zini Corolla'ning firmaning poliklarini solib qo'yishibdi. Salonlari ham, orqalari ham tinni bo'lib turibdi. 2023 18000 yurgan, kraskasi toza, umuman ishi yo'q, holati tiniq, Corolla ekan. Bemalol ko'rib tekshiraverasizlar. Eng arzonidan bu mashinani olib, maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 17300 ga beraveramiz, bosib olinglar.